Agar sizga elektr, gaz, suv, issiq suv istish chiqindi yoki uy-joy xizmatlari bo'yicha kvitansiya kelgan bo'lsa, uni darhol to'lab yuborishga shoshilmang. Bugungi ma'lumot juda muhim, chunki ko'pchilik odamlar o'ziga tegishli imtiyoz, subsidiya yoki 3% qayta hisob-kitob qilish huquqi borligini bilmaydi. Natijada odamlar yillar davomida ortiqcha pul to'lab keladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi 6 turdagi kvitansiyani tekshirmasdan to'lamaslik kerak? Kimlarda imtiyoz bo'lishi mumkin? Qaysi holatda 100% kompensatsiya yoki qayta hisoblash talab qilish mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Agar sizning uyingizda pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, kam ta'minlangan oila, yolg'iz ona, ko'p bolali oila yoki davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olingan fuqaro bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z pulini himoya qiladi. Avvallari ko'pchilik odamlar kommunal kvitansiya keldi degani, demak to'lash shart deb o'ylardi. Elektr uchun qancha yozilgan bo'lsa to'lanardi. Gaz uchun qarzdorlik chiqsa bahslashmasdan to'lanardi. Suv hisoblagich noto'g'ri ko'rsatgan bo'lsa ham odamlar keyin muammo bo'lmasin deb pul o'tkazib yuborardi. Eng katta xato ham shu yerda. Kvitansiya bu hali yakuniy va mutlaq haqiqat degani emas. Hozir vaziyat o'zgargan. Kommunal xizmatlar bo'yicha ma'lumotlar elektron tizimlarga ulanmoqda, hisoblagichlar avtomatlashtirilmoqda, ijtimoiy himoya tizimi orqali ayrim toifalarga yordam berilmoqda. Lekin tizim elektron bo'lgani bilan xatoliklar yo'q olib ketgani yo'q. Aksincha, ba'zi holatlarda bir xonadonda yashamaydigan odamlar ham ro'yxatda turib qoladi. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritiladi. Eski qarzdorlik yangi egaga o'tib ketadi. Imtiyoz tizimda ko'rinmaydi yoki kompensatsiya vaqtida hisobga olinmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, kvitansiyani to'lashdan oldin uni tekshirish kerak. Ayniqsa, alt turdagi to'lov bo'yicha juda ehtiyot bo'ling. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va kanalizatsiya, issiqlik va issiq suv, maishiy chiqindi hamda uy-joyga bog'liq majburiy xizmatlar yoki soliq xarakteridagi to'lovlar. Bularning har birida imtiyoz, qayta hisoblash yoki kompensatsiya olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Birinchi kvitansiya elektr energiyasi. Elektr bo'yicha eng ko'p uchraydigan muammo bu hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri olinishi, tarif noto'g'ri qo'llanishi yoki eski qarzdorlikning yangi hisobga qo'shilishi. Masalan, siz oy davomida odatda 150 ming so'm atrofida elektr ishlatasiz. Birdaniga kvitansiyada 620 ming so'm chiqdi. Ko'pchilik balki konditsioner ko'p ishlagandir deb to'lab yuboradi. Lekin tekshirib qaralsa, hisoblagichdagi real ko'rsatkich bilan tizimdagi ko'rsatkich farq qilgan bo'ladi. Bunday holatda sizning huquqingiz bor. Tuman elektr ta'minoti korxonasiga murojaat qilib, hisoblagich ko'rsatkichini dalolatnoma asosida qayta tekshirtirasiz. Agar xatolik tasdiqlansa, ortiqcha hisoblangan summa qayta hisoblanishi kerak. Bu kompensatsiya pul ko'rinishida qaytarilishi yoki keyingi oylardagi to'lovingizdan ayirib borilishi mumkin. Ikkinchi kvitansiya tabiiy gaz. Gazda ham xatoliklar juda ko'p uchraydi. Ayniqsa qishda isitish mavsumida gaz iste'moli ko'paygani sababli odamlar kvitansiyadagi har qanday katta summa normal deb qabul qiladi. Lekin har doim ham bunday emas. Masalan, bir oilada 3 kishi yashaydi, uyda gaz plita va isitish qozoni bor. Odatda qishda 300-300 ming so'm gaz chiqadi. Birdaniga 1 million 200 ming so'm qarzdorlik paydo bo'ldi. Tekshirilsa hisoblagich ko'rsatkichi 2 marta kiritilgan yoki oldingi oy bilan farq noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Gaz bo'yicha yana bir muhim jihat. Agar gaz bosimi juda past bo'lsa, xizmat sifati talabga javob berma, lekin sizga to'liq tarif bo'yicha hisob qilinayotgan bo'lsa, bu masalani ham ko'tarish mumkin. Albatta, buni og'zaki gap bilan emas, yozma ariza, murojaat raqami va zarur bo'lsa dalolatnoma orqali isbotlash kerak. Ko'pchilik xato qiladi. Telefon qilib shikoyat qiladi, lekin murojaat raqamini olmaydi. Keyin hech narsani isbotlay olmaydi. Uchinchi kvitansiya, ichimlik suvi va kanalizatsiya. Suv bo'yicha eng katta muammo ro'yxatda turgan odamlar soni bilan bog'liq. Agar uyda hisoblagich bo'lmasa, to'lov ko'pincha ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab hisoblanadi. Masalan, kvartirada amalda 2 kishi yashaydi, lekin propiskada 5 kishi turibdi. Natijada suv to'lovi 2 kishiga emas 5 kishiga chiqadi. Yoki aksincha, sizning farzandingiz boshqa shaharda o'qiydi, amalda uyda yashamaydi. Lekin ro'yxatda turgani uchun suv, chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha to'lovga qo'shilib ketadi.
Bu yerda nima qilish kerak? Agar xizmat hisoblagich odam soniga qarab hisoblanayotgan bo'lsa, ro'yxatdagi ma'lumotlarni tekshirish kerak. Zarur bo'lsa, yashamasligi haqida tasdiqlovchi hujjat, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vaqtinchalik ro'yxat, ijara shartnomasi yoki mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Lekin eng to'g'ri yo'l suv hisoblagich o'rnatish va uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish. Shunda siz taxminiy normaga emas, real iste'molga to'laysiz. 4-kvitansiya. Issiqlik va issiq suv. Ko'p qavatli uylarda bu juda og'riqli masala. Odamlar ko'pincha isitish sifati past bo'lsa ham to'liq pul to'laydi. Radiator sovuq, uy ichida harorat past, issiq suv nomiga iliq suv keladi, lekin kvitansiya to'liq kelaveradi. Bu holatda xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa ham to'lash sharti ham tushuncha noto'g'ri. Agar isitish me'yor darajasida bo'lmasa, siz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qilishingiz kerak. Mutaxassis kelib haroratni o'lchashi, dalolatnoma tuzishi lozim. Agar haqiqatan xizmat sifati me'yordan past bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Masalan, dekabr oyida Daribnejo'dan 1000 so'm isitish to'lovi keldi, lekin 10 kun davomida uyda radiatorlar sovuq bo'lgan. Agar bu holat dalolatnoma bilan tasdiqlansa, o'sha davr uchun summa kamaytirilishi kerak. 5-kvitansiya maishiy chiqindi. Chiqindi to'lovi ham ko'pincha odamlar soniga bog'liq bo'ladi. Agar xonadonda ro'yxatda 6 kishi turibdi, amalda 3 kishi yashasa, chiqindi uchun ham ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Ba'zida vafot etgan shaxs ham tizimdan chiqarilmagan bo'ladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam vafot etganga 2 yil bo'lgan. Lekin chiqindi kvitansiyasida hali ham o'sha odam hisobga olinib kelgan. Oila esa buni sezmagan va har oy ortiqcha pul to'lagan. Bunday vaziyatda chiqindi xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotga, mahallaki yoki tegishli billing markaziga murojaat qilinadi. Vafot etganlik haqidagi guvohnoma ro'yxatdan chiqarilganlik ma'lumoti yashovchilar soni bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etiladi. Agar ortiqcha hisoblangan summa aniqlansa, qayta hisoblash talab qilinadi. 6-kvitansiya, uy-joy shirkat, boshqaruv kompaniyasi yoki mulkka bog'liq to'lovlar. Ko'p qavatli uylarda odamlar obslujivaniya, boshqaruv xizmati, ta'mirlash fondi, umumiy joylarni saqlash kabi to'lovlarni ko'radi. Bu to'lovlarning hammasi ham avtomatik ravishda to'g'ri degani emas. Siz xizmat ko'rsatilganini, tarif qanday tasdiqlanganini, umumiy yig'ilish qarori bormi? Smeta qilinganmi? Pul qayerga sarflanganini so'rashga haqlisiz. Masalan, sizga oyiga takwiniy 1000 so'm boshqaruv kompaniyasi to'lovi keladi. Lekin podezd yoritilmagan, lift ishlamaydi, tomdan suv oqadi, hudud tozalanmaydi. Bunday holatda siz men baribir to'lashim kerak ekan deb jim yurmasligingiz kerak. Xizmat ko'rsatilmagan yoki sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, dalil yig'ing. Foto, video, qo'shnilar bilan birgalikda dalolatnoma, yozma murojaat. Keyin qayta hisoblash yoki xizmatni bajarishni talab qiling. Endi eng muhim savol. Kimlar bu kvitansiyalarni ayniqsa diqqat bilan tekshirishi kerak? Birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Agar oila ijtimoiy himoya yagona reyestrida bo'lsa yoki mahalla orqali kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa, ayrim turdagi yordam kompensatsiya da'vo qilishi mumkin. Bu yordam hudud to'lov turi va amaldagi tartibga qarab farq qiladi. Shuning uchun har bir odam o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan fuqarolar. Ayniqsa ilk guruh va ikki guruh nogironligi bo'lganlar, parvarishga muhtoj shaxslar. Bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandi bor oilalar ko'pincha kommunal xarajatlar bo'yicha yengillik yoki kompensatsiya masalasida murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Lekin huquq borligi avtomatik pul tushadi degani emas. Ko'p hollarda ariza berish, hujjat topshirish tizimga kiritish kerak bo'ladi. Uchinchi toifa pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar. Men ko'p ko'rgan holat, bu yoki bobo yolg'iz yashaydi, lekin uyda avval farzandlari, nabralari ro'yxatda qolgan. Natijada suv, chiqindi yoki boshqa xizmatlar ilk kishiga emas, 4-5 kishiga hisoblanadi. Keksalar esa davlat shunday hisoblayapti, demak to'g'ri deb o'ylab to'layveradi. Bunday bo'lmasligi kerak. Har bir kvitansiya tekshirilishi lozim. 4-toifa ko'p bolali oilalar va yolg'iz ota-onalar. Bunday oilalarda xarajat ko'p bo'ladi. Kommunal to'lovlar ham katta chiqadi. Agar daromad kam bo'lsa, subsidiya yoki ijtimoiy yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun daromad, oila tarkibi, yashash joyi, mulk holati kabi ma'lumotlar tekshiriladi. Shuning uchun hujjatlarni tartibga keltirish juda muhim. 5-toifa. Yangi uy sotib olganlar yoki ijaraga ko'chib kirganlar.
Agar siz uy sotib olgan bo'lsangiz, eski egasining qarzdorligi sizga yozilib qolmaganini albatta tekshiring. Oldi sotish shartnomasidan oldin elektr, gaz, suv chiqindi, boshqaruv kompaniyasi bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Aks holda keyin bu qarz meniki emas deb isbotlashga vaqt ketadi. Agar sizning barcha hisoblagichlaringiz ishlayotgan bo'lsa, ko'rsatkichlarni har oy solishtirib borsangiz, ro'yxatda faqat amalda yashayotgan odamlar bo'lsa, qarzdorlik tarixi toza bo'lsa, imtiyozga da'vo qilmaydigan daromadli oila bo'lsangiz ham baribir kvitansiyani tekshirib borish kerak. Faqat sizda xavf nisbatan kamroq bo'ladi. Chunki xatolik har qanday xonadonda bo'lishi mumkin. Masalan, hisoblagich yaxshi ishlaydi, lekin operator ko'rsatkichni noto'g'ri kiritishi mumkin. Yoki tizimda texnik xatolik bo'lishi mumkin. Yoki tarif o'zgarishi noto'g'ri qo'llanishi mumkin. Shuning uchun men imtiyozli toifaga kirmayman. Demak, tekshirish shart emas deyish ham noto'g'ri. Eng katta tuzoq to'lamang degani umuman e'tibor bermang degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Agar kvitansiya shubhali bo'lsa, uni ko'rmaslikka olmang. Aksincha, darhol aniqlashtiring. Chunki kommunal qarzdorlik yig'ilib qolsa, keyinchalik penga ogohlantirish, xizmatni cheklash yoki sud tartibidagi undirish masalalari chiqishi mumkin. To'g'ri yo'l avval tekshirish, keyin asosli qismini to'lash yoki qayta hisoblash talab qilish. Ikkinchi tuzoq og'zakivada. Siz tashkilotga borasiz, xodim ha opa akaxon to'g'rilab qo'yamiz deydi. Siz ketasiz. Bir oy o'tadi, yana o'sha qarz turadi. Nega? Chunki sizda yozma arza yo'q, kirim raqami yo'q, dalolatnoma yo'q. Shuning uchun har doim yozma murojaat qiling. Arzangizning nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron murojaat yuboring. Uchinchi nozik jihat. Kompensatsiya va imtiyoz har doim ham bir xil narsa emas. Imtiyoz degani sizga tarif kamaytirilishi, ma'lum limitgacha chegirma berilishi yoki aloda toifadagi yengillik qo'llanishi mumkin. Kompensatsiya esa siz oldin to'lagan yoki sizga hisoblangan summaning bir qismi yoki to'liq qismi qoplab berilishi degani bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash esa xato hisoblangan summa tuzatishdir. Bu uchalasini aralashtirib yubormang. To'rtinchi nozik jihat. 100% kompensatsiya hamma uchun avtomatik emas. 100% qoplab berish odatda aniq asos bo'lganda, xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, 2 marta hisoblangan bo'lsa, siz iste'mol qilmagan resurs uchun qarz yozilgan bo'lsa, hisoblagich xatosi isbotlangan bo'lsa yoki qonunchilikda alohida toifa uchun to'liq qoplash nazarda tutilgan bo'lsa talab qilinadi. Shuning uchun har bir holat bo'yicha hujjat va dalil kerak. 5-tuzoq eski qarz. Ba'zida kvitansiyada qarzdorlik chiqadi, lekin fuqaro uning qayerdan kelganini bilmaydi. Bunday holatda darhol to'lab yubormang. Avval qarzdorlikning batafsil hisob kitobini so'rang. Qaysi oy, qaysi tarif, qaysi ko'rsatkich bo'yicha qarz shakllangan? Agar ular sizga faqat umumiy summa aytsa, bu yetarli emas. Siz tafsilotli ma'lumot olishga haqlisiz. 6-nozik jihat. Hisoblagich plombasi. Agar hisoblagich plombasi buzilgan bo'lsa yoki vaqtida tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa, tashkilot sizga normativ bo'yicha katta summa hisoblab qo'yishi mumkin. Shuning uchun hisoblagichingizning pasporti, oxirgi tekshiruv sanasi, plombasi rasmiy ro'yxatdan o'tgan-o'tmagani juda muhim. Hisoblagich bor, lekin rasmiy tizimda yo'q bo'lsa, bu ham muammo. Birinchi qadam. Barcha kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, boshqaruv kompaniyasi va boshqa to'lovlar bo'yicha oxirgi 6 oy yoki imkon bo'lsa 2 oylik ma'lumotni oling. Agar qog'oz kvitansiya bo'lmasa, shaxsiy kabinet, to'lov ilovalari, bank ilovasi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan ma'lumotnoma oling. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini solishtiring. Telefoningizga har oyning bir sanasida elektr, gaz va suv hisoblagichini rasmga oling. Rasmda sana ko'rinishi shart emas, lekin telefon galereyasida sana saqlanadi. Bu keyin dalil bo'lishi mumkin. Ko'rsatkichni kvitansiyadagi raqam bilan taqqoslang. Farq katta bo'lsa darhol murojaat qiling. 3-qadam. Oilangiz tarkibini tekshiring. Uyda amalda kim yashaydi? Ro'yxatda kim turibdi? Kim vaqtincha boshqa joyda? Kim vafot etgan? Kim boshqa davlatda yoki boshqa viloyatda yashaydi? Bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar to'lov odam soniga qarab hisoblanayotgan bo'lsa, noto'g'ri ro'yxat sizga har oy ortiqcha xarajat keltiradi. 4-qadam, imtiyozga kirishingizni tekshiring. Mahallaga tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, MyBotkov, uz portali orqali yoki tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Mening oilam kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz, subsidiya yoki kompensatsiyaga haqlimi deb aniq so'rang.
umumiy gapirmang. Har bir to'lov turi bo'yicha alohida so'rang. Elektr bo'yicha bormi? Gaz bo'yicha bormi? Suv bo'yicha bormi? Chiqindi bo'yicha bormi? 5-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSSIR, uy hujjati yoki ijara shartnomasi, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya guvohnomasi, daromad haqidagi ma'lumot, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganlik bo'yicha ma'lumot, hisoblagich pasporti. Oxirgi kvitansiyalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir tashkilot qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Lekin sizdan qonunda nazarda tutilmagan ortiqcha qog'ozlarni talab qilishsa, yozma asos so'rang. 6-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Menga falon xizmat bo'yicha, falon davr uchun falon summa hisoblangan. Ushbu summaning asosini hisob-kitob jadvalini, qo'llangan tarifni, hisoblagich ko'rsatkichlarini va qarzdorlik shakllangan oylarni taqdim etishingizni so'rayman. Agar xatolik aniqlansa, qayta hisob-kitob qilib berishingizni hamda ortiqcha to'langan summani keyingi to'lovlardan chegirib berishingizni yoki belgilangan tartibda qaytarishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozsangiz, murojaatingiz jiddiy ko'riladi. 7-qadam, murojaatni ro'yxatdan o'tkazing. Agar tashkilotga shaxsan bo'lsangiz, arizaning 2-nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami, mas'ul xodim imzosi qo'yilsin. Agar elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar telefon orqali murojaat qilsangiz, operator bergan murojaat raqamini yozib oling. 8-qadam, javobni kuting va tekshiring. Sizga qayta hisoblandi deyishsa, yangi hisob-kitobni so'rang. Faqat og'zaki gapga ishonmang. Qancha summa kamaydi? Qaysi oylar bo'yicha, qaysi asosda? Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Birinchi misol. Yolg'iz pensioner ayol. Uyda o'zi yashaydi, lekin ro'yxatda o'g'li, kelini va 2 nevarasi qolgan. Suv va chiqindi 5 kishiga hisoblangan. Oyga ortiqcha 680 ming so'm chiqib turgan. Bir qarashda bu katta pul emasdek tuyuladi. Lekin yiliga 720 mingdan 906 ming so'mgacha ortiqcha to'lov degani. Hujjatlar to'g'rilangandan keyin to'lov kamaygan, ayrim davrlar bo'yicha qayta hisoblash qilingan. Ikkinchi misol, gaz hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan. Oila odatda oyga 2 ming so'm to'lardi. Bir oyda 1 million so'mdan oshiq qarz chiqdi. Ular darhol to'lamasdan hisoblagich rasmini olib, gaz ta'minotiga yozma murojaat qilgan. Tekshiruvda operator bitta raqamni noto'g'ri kiritgani aniqlangan. Natijada katta qarzdorlik bekor qilingan. Agar ular qo'rqib to'lab yuborganda pulni qaytarish ancha vaqt olardi. 3-misol. Ko'p qavatli uyda isitish sifatsiz bo'lgan. Bir necha qo'shni birlashib harorat pastligini dalolatnoma bilan rasmiylashtirgan. Ular alohida shikoyat qilganda natija bo'lmagan. Lekin jamoaviy murojaat va dalillar bilan qayta hisoblash masalasi ko'rilgan. Bu yerda eng muhim narsa birlashish, foto, video, dalil va yozma talab bo'lgan. 4-misol, yangi uy sotib olgan fuqaro. Oldingi egadan 2 million so'm kommunal qarz qolganini keyin bilgan. Agar u oldi sotdidan oldin qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olganida bu muammo bo'lmasdi. Shuning uchun uy sotib olayotgan har bir odam notariusga borishdan oldin elektr, gaz, suv, chiqindi va boshqaruv kompaniyasi bo'yicha ma'lumotlarni tekshirish kerak. Demak, elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va uy-joy xizmatlari bo'yicha kelgan kvitansiyani tekshirmasdan to'lab yubormang. Agar summa odatdagidan katta bo'lsa, agar ro'yxatda ortiqcha odamlar bo'lsa, agar hisoblagich ko'rsatkichi mos kelmasa, agar xizmat sifati past bo'lsa yoki siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsangiz, sizda imtiyoz, qayta hisoblash yoki kompensatsiya talab qilish huquqi bo'lishi mumkin. Men sizga eng muhim qoidadan aytaman. Qarzni inkor qilmang. Lekin asossiz qarzni ham to'lamang. Har bir so'mning hisobini so'rang, yozma murojaat qiling. Dalil yig'ing. Hujjatlarni tartibga keltiring. Shunda siz o'z huquqingizni himoya qila olasiz. Izohlarda yozing. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qancha summa hisoblangan, muammo qanday hal bo'ldi? Bu boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilmagan odam ortiqcha to'laydi. Bilgan odam esa o'z haqini talab qiladi.